Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyadagi o'zbek va tojik migrantlar uchun ajoyib xushxabar. Endi patent bekor qilinishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya migrantlar uchun patent tizimini bekor qilishi mumkin. Rossiya prezidenti bu haqda parlament fraksiyalari rahbarlari bilan o'tkazilgan yig'ilish chog'ida aytib o'tdi, deya xabar berdi Interfax. Patent tizimini bekor qilish g'oyasi Adolatli Rossiya haqiqat uchun fraksiyasi rahbari Sergey Mironov tomonidan bildirildi. Patent tizimini bekor qilish zarur. Mamlakatimizga ishchi kuchi kerakligi isbotlangan. Ularni Rossiyaga oilalarsiz olib kelish kerak. Migrantlar ishlasin, pulni olishsin va yurtiga qaytib ketishsin, deya fikr bildirdi Mironov. Putin shuningdek hukumat Rossiyada migratsiya sohasida muammolar yo'qdek ko'rsatilmasligi kerakligini aytdi. Rossiyada migratsiya siyosati bo'yicha ko'plab qarorlar qabul qilingan va ularning ijrosiga erishish zarur, deya qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti. Volgograd dalalarida xavfsizlik kuchlari 153 nafar muhojirni qo'lga oldi. Volgograd viloyatida sabzavot dalalarida ishlayotgan muhojirlarga qarshi navbatdagi reyd o'tkazildi. Xavfsizlik kuchlari FSB va Rossiya Milliy gvardiyasi bilan birgalikda 150 dan ortiq xorijiy ishchilarni hibsga olish ishlari olib borildi. Tekshiruvlar to'g'ridan-to'g'ri odamlar hosil yig'ayotgan dalalarda o'tkazildi. Qidiruv va kuzatuv uchun dronlar ham ishlatilgan. Viloyat Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, jami 153 nafar migrant tekshirilgan. Ulardan 48 nafari qo'shimcha tergov o'tkazish uchun migratsiya bo'limiga olib ketilgan. Ularga nisbatan migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun 86 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bundan tashqari, zarur hujjatlarga ega bo'lmagan 17 nafar shaxs vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirildi va ular o'z vatanlariga deportatsiya qilinadi. Bunday ommaviy reydlar Rossiyaning turli mintaqalarida tobora keng tarqalmoqda. Buxorodan Vladivostokka to'g'ridan-to'g'ri parvozlar yo'lga qo'yilmoqda. Centrum Air ushbu yo'nalishdagi parvozlarni 5 noyabrdan boshlaydi. Chipta narxlari Buxorodan Vladivostokka 4 700 000 so'mdan. Buxoro Vladivostok Buxoro 10 700 000 so'mdan boshlanadi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazishni unutmang. Toshkent va Nijniy Novgorod viloyatlari o'zaro hamkorlik shartnomasini imzoladi. Zoir Mirzayev va Nijniy Novgorod gubernatori Gleb Nikitin imzolagan shartnomaga savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-gumanitar va ijtimoiy sohalarda hamkorlik nazarda tutadi. Shuningdek, gubernator Nijniy Novgorod viloyatida 2000 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olayotganini va bu jami xorijiy talabalarning 30% ekanini aytdi. Sankt-Peterburgda taksida ishlayotganlar 7 noyabrgacha ishlashlari mumkin. Chunki ish beruvchilarga mehnat xodimlari bilan mehnat shartnomasi bekor qilishga 3 oy berilgan. Albatta, ayrimlari oldin, ayrimlari sal keyinroq ishdan bo'shatishi mumkin. Endi hammasi ish beruvchiga bog'liq. Shaharda taksida ishlamoqchi bo'lganlar endi ishga olinmasa kerak. Boz ustiga migrantlarning patentiga haydovchi deb yozib berishmaydi. Shahar rasmiylari migrantlarga taksida ishlashni taqiqlash qarori taksi xizmatlari sifatida va xavfsizlikni oshirish uchun qabul qilinganini aytishdi. Qolaversa, tegishli qo'mitaga noyabrga qadar taqiqni 2026-yilgacha uzaytirish bo'yicha takliflar tayyorlash topshirilgan. Bugun Rossiyaning turli hududlarida O'zbekiston mehnat muhojirlari sifatida borgan yosh yigitlarni g'ayriinsoniy va jirkanch usullar bilan Ukrainadagi bosqinga majburan olib ketish avjiga chiqqanligi ko'pchilikka ma'lum. Faqat ko'pchilikka, hammaga emas. Hozircha bunday kulfat boshiga tushmaganlarning hujjatlari to'liq bo'lsa, Rossiyada yurish-turish qoidalariga rioya etilsa, noqonuniy xatti-harakatlar qilinmasa, hech kim sizga tegmaydi degan xomxayollar ham o'zini aldamoqda. Rossiyaning Ukrainaga jinoiy bosqini boshlangandan to bugungacha
Shu bosqinga majburan turli tuhmat va noqonuniy yo'llar bilan olib ketilib, so'ng jasadi temir tobutlarda ayanchli tarzda qaytarib yuborilgan. Navqiron yoshlarning aksariyatida hujjatlar to'la-to'kis bo'lgan. Ishonavering, bugun Rossiya ishlash uchun taniladigan variant emas. Rossiyaga bormang deb nomlangan serialli video materiallarimiz to'xtamayotganining ham boisi shu. Hozirda shu jirkanch usullar bilan bosqinga majburan olib ketilgan, vaqt o'tib bolasining o'ligini qabul qilib olgan va farzand dog'ida qolgan onaizor va sho'lik otalarning g'am anduhi tarmoqlarni larzaga solmoqda. Biz esa shunchaki Rossiyaga bormang deyishdan nariga o'ta olmaymiz. O'zimizda ish bo'lmasa nima qilamiz yoki o'zimizda ish bilan ta'minlab berilganda u yoqlarga ketmasdik. O'tirib gapirish oson degan nafratli gaplarning esa hozir mavridi emas. Gap jon, hayot va sog'liq haqida ketmoqda. Agar bu muhim unsurlar sizga kerak bo'lmasa, marhamat, har lahzada va istalgan paytda nima qilib bo'lsa-da bosqinchi armiyaga qo'shib olishga qaratilgan iflos usullarning qurboniga aylanishingiz mumkin. Bo'lgan mamlakat sizni kutmoqda. Chegaralarni ochiq, ammo qaytish kafolatlanmagan. Rossiyaga bormang, shu yerda qoling yoki tinch hamda normal siyosiy va ijtimoiy muhit mavjud bo'lgan davlatlarga boring. Zelenskiy prospektida migrantlar o'rtasidagi katta mushtlashuv natijasida 2 kishi pichoqlandi. 10 ga yaqin odam ishtirokida mushtlashuv 15 oktyabr kuni kechqurun bank oldida sodir bo'lgan. Janjal paytida ulardan biri pichoq chiqarib, 2 nafar raqibining ko'kragiga pichoq sanchgan. Ular kasalxonaga yotqizilgan deb xabar bergan manba. Yetib kelgan politsiya 3 nafar muhojirni voqea joyida qo'lga oldi. Pichoq ko'targan erkak qochishga muvaffaq bo'lsa-da, tezda ushlandi. Mushtlashuvning yana bir ishtirokchisi tunda Pulkovo aeroportida qo'lga olindi. Yaralanganlarning biri ham tibbiy yordam ko'rsatilgandan so'ng vaqtinchalik saqlash izolyatoriga olib ketilgan. Hibsga olinganlar shu paytgacha mayda bezorilik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ammo bu ish jinoiy javobgarlikka tortilishi ham mumkin. Endi Toshkent va Namangandan Krasnodarga parvoz qilish mumkin. O'zbekiston Airways Rossiyaning bu o'lkasiga parvozlarni qayta tiklamoqda. Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha reyslar 26 oktyabrdan boshlanadi va chorshanba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 2.309 ming so'mdan boshlanadi. Namangan Krasnodar yo'nalishidagi reyslar esa 28 oktyabrdan boshlanadi. Seshanba, payshanba va shanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 1.522 ming so'mdan boshlanadi. Krasnoyarskda migrantlar o'rdak yurishga majburlandi. Borskda 20 yoshli yigit oldindan tanish bo'lgan mahalliy qizga gap otgani reydlar uchun bahona bo'ldi. Shu vajdan politsiya muhojirlar yotoqxonasiga bostirib kirdi. Qo'lga olish chog'ida 2 nafar shaxs Rossiya Federatsiyasida noqonuniy ravishda bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Ulardan biri qizni bevosita qilgan yigit ekan. U Rossiya Jinoyat kodeksining nojoiz harakatlar moddasi bilan ayblanmoqda. Va ko'rib turganingizdek, oddiygina bir vajdan ular qanchadan qancha migrantlarni o'rdak yurishga majburlashmoqda va tepkilashmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ikki mamlakat hududlari darajasidagi kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilgan. Humanitar hamkorlik eng avvalo madaniyat, san'at va ta'lim sohalarida, shu jumladan muhandis kadrlarni tayyorlash borasida kengayib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin oxirgi marta 7 oktyabr kuni telefon orqali muloqot qilgandi. Primoriya o'lkasi muhojirlarni ishga joylashtirish qoidalarini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Mintaqaviy hokimiyat xorijliklarning ishlashi taqiqlanadigan kasblar va tarmoqlar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Hozirda 36 ta shunday sektor mavjud bo'lsa, tez orada bu raqam 89 taga yetishi mumkin.
Asosiy o'zgarishlar savdo sohasiga tegishli. Loyihaga ko'ra xorijliklarga kitob, gazeta, yoqilg'i, bo'yoq, dori-darmon, suvenirlar, diniy buyumlar, musiqa va video yozuvlar, shuningdek qurol va o'q-dorilarni sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, muhojirlarga doimiy bo'lmagan joylarda, bozorlar va ko'chklar va ko'cha savdo rastalarida chakana savdoni taqiqlash taklif qilinmoqda. Bu ko'plab migrantlar uchun asosiy daromad manbai bo'lgan kichik chakana savdo imkoniyatlarini cheklaydi. Farmon hozirda gubernator tomonidan imzolanmagan, biroq mahalliy nashrlar hujjat allaqachon tayyor bo'lganligini xabar qilmoqda. Agar tasdiqlansa, yangi qoidalar mintaqaning mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi va chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydigan ko'plab migrantlarga ta'sir qilishi mumkin.